ham bizdan jahon majburlar. Dodi, qarang, odamlar xotiniga mashina sovg'a qilyapti. Siz ham menga mashina olib bering. Ha, onangni emgir xotin. Endi mashina so'rayapti. Pulim bo'lganda o'zimga mashina olardim. Xo'sh, o'yla Abbos, buni ham yo'lini topishing kerak. Bir nima qilib aldab olishim kerak-da. Onash, tasavvur qil. Senga qip-qizil Malibuchani kaltini berdim. Sen sekin astalik bilan Malibuchani zavat qilyapsan. Onash, yo'lga chiqding. Yo'lda hech kim yo'q, atrofing archazor. Osmondan olcha turibdi. Ko'k Jugulini qo'yding. Ko'zing o'ynaga tushib qoldi. Bundoq qarasang, kipriging tushib qolgan Onash. U g'ashingni keltiribdi, senga yoqmayapti Onash. Shu payt kiprigingni olishga rosa harakat qilding. Puflading, qo'lingni nalib ko'zingga surtding, lekin kipriging ketmayapti. Onash, sen yo'lga vobshe qaramayapsan. Kiprik bilan o'rasan, kiprigingni olaman deding, rosa harakat qilding. U payt oldingda odam chiqdi. Odamni urib yubording. Odamni urib yubording. Qara. Onash, hamma joyda xarob qilding. Qara, qasda odam o'ldirding. 97-modda 15 yilda 45 yilgacha ketding. Onash ketding. Mana xotinsiz, yosh ko'ylagingni onasiz qoldirding. Sen qotilsan. Meni qutqaring, dadingiz qutqaring. Senga mashina kerakmi? Yo'q, kerak emas. Eshitmayapman. Kerak emas.